Ertalabda uydan chiqsangiz kimdir shuni paqirda olib tapchkangizga endi suv quyib ketolmaydi. Nimaga deyapsizmi? Chunki Lexanli mana gibrid fasonda naves yopishadigan bo'lsa, umuman uyda o'rtasiga yomg'ir-pong'ir, quyoshda o'tkirib ultrabinafsha nurlar o'tmaydi. Chunki 70% gacha ultrabinafsha nurni kesar ekan. Eng zo'r tomoni buni qaranglar, shunaqa naqshjoy gulli qilib berishdi. Buni listlari o'rtasi 1.7 lik bo'lar ekan. Bu yonida ugullari bo'lsa 6 ga 4 bo'lar ekan. Ya'ni darvozaga ishlatadigan, navesga ishlatib olishyapti ekan. Bu ko'rib turgan faizli xonadonimizga 20 ga 7 joyga shunaqa Lexanli naves yopib berishyapti ekan. Bu uyda egalari atigi 3 kun nomida bugun 3-kunga tugatib chiqib ketishar ekan. O'tgan safar sal qorong'ini qo'yib qo'ydi, uy qorong'i bo'lib qoladi do'lar. Mana sizlarga endi oqli variant. 15 xildan oshiq Lexanli variantlarning o'zi bor ekan. Bundan tashqari narxlari 400 ming so'mdan boshlanib 650 ming so'mgacha qarab ketaverar ekan. Pastda ustakalarimiz nomerini qoldiramiz. Kimga shunaqa faizli xonadonni havas qilayotgan bo'lsangiz, bittadan like bosib, kommentariyaga sizning uyingizda ko'rayotgan navesiz necha metr yozib qoldiradigan bo'lsangiz, ustakalarimiz aloqaga chiqib zo'r qilib hisoblab qilib berishadi. Sog' bo'linglar.